Ingliz tili o'rganayotgan odamlarning 80% bitta muammoni aytadi. Tilni-ku tushunishga lekin gapirolmayman-da. Qiziq joyi shundaki, bu nafaqat sizda muammo, balki butun jahonda ingliz tili o'rganayotgan o'rganuvchilarning orasida ham xuddi shunaqa muammo bor. Cambridge va British Council tadqiqotlariga ko'ra, til o'rganayotganlarning katta qismi passive knowledge ga ega. Lekin active speaking juda past. Ya'ni odam biladi, lekin ishlata olmaydi. Nega miya bilgan narsasini gapga aylantira olmaydi? Keling biroz miyaning ishiga to'xtalaylik. Qanaqa ishlaydi o'zi miya? Miya yangi tilni bilim sifatida emas, harakat sifatida qabul qiladi. Hamma o'quvchilarimga yetgan gapni sizga ham aytaman. Yaxshilab eshitib oling. Gapirish bu ko'nikma. Shuning uchun faqat grammatikani o'zi bilan bog'lanib qolish yoki tinmasdan so'z yodlash speaking mahoratingizni kuchaytirib qo'ymaydi. Gapirish uchun esa doimiy mashg'ulot kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, muammo bu sizda emas, metodda. Boshqacharoq qilib aytsam, yondashuvda ekanda. Videoning muqovasi yoki nomidan bilib turibsiz, bu video 30 kun ichida sizni ingliz tilida gapirish haqida bo'ladi. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Keling, 30 kunni 3 ta qismga bo'lib chiqamiz. Birinchi 10 kunlik qo'rquvni sindirish. 11-kundan 20-kunga qadar gaplarni ulashni o'rganamiz va so'nggi 10 kunlikda o'ylab gapirishga chiqamiz. Birinchi 10 kunlikni boshlashdan oldin meni bilmaganlar uchun yengil o'zimni tanishtirib o'taman. Ko'pchilik meni Mr. Mike deb chaqiradi. Oxirgi 7 yildan beri ingliz tilidan dars berib kelaman. 7 yil davomida offline, ayni damda Englify maktabida onlayn tarzda ishlab, 3000 dan ortiq insonlarga ingliz tili o'rganishga yordamlashganman. Undan tashqari, Foreign Language kanalda Good Morning Uzbekistan dasturida boshlovchilik qilganman. Instagramda ham aynan ingliz tili o'rganish mavzusida kontentlar qilib turaman. Va hozirda yanada ko'proq insonlarga ingliz tili o'rganishga yordam berish uchun YouTube'da shunday formatdagi video darslar tayyorlayapmiz. Birinchi 10 kunlik. Gapirishdan qo'rqmaslik va tilni ishga tushirish. Bu bosqichda bitta muhim narsa bor, esingizdan chiqmas. Biz hozir chiroyli gapirish yoki ravon, xato qilmasdan gapirishni maqsad qo'ymayapmiz. Bizning asosiy vazifamiz hozir gapirishni boshlash. Mana psixologiyada language anxiety degan narsa bor. Odam xato qilishdan qo'rqadi va gapirishni xavf deb biladi. Mana shu narsa. Shuning uchun birinchi 10 kunlikda biz miyani o'sha xavfsizlik zonasini yaratamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miya alohida so'zlardan ko'ra tayyor gaplarni tezroq chiqaradi. Biz bunaqa gaplarni ingliz tilida chunks deb ataymiz. Aytaylik, siz ingliz tilini sayohat qilish uchun o'rganyapsiz. Mana shu gapni siz so'zma-so'z tarjima qilmasdan tayyor tuzilgan bitta shablondan foydalanib aytsangiz bo'ladi. Masalan, I'm learning English because I want to speak with natives. Mana shu qismi tayyor bitta gap bo'lagi. Siz ingliz tilini nima sababdan o'rganayotganingizni shu kelgan joydan davom ettirib ketaverasiz. O'sha joyga travel deb yozib qo'ygan joyimiz bor-ku, o'sha yerga o'zingizni sababingizni aytasiz. Masalan, I'm learning English because I want to meet new people. I'm learning English because I want to study abroad. O'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz ham aynan shu birinchi qismlardan boshlanadi. Chunki odam o'zi bilgan narsa haqida gapirganda stress ancha kamayadi. Endi o'zingiz bilasiz-ku, to'g'rimi? Shu sababli birinchi 10 kunlikda siz faqat o'zingiz haqingizda gapirasiz. Ismingiz nima? Familiyangizchi? Yoshingiz nechida? Qayerdansiz? Millatingiz nima? Va hokazo. Onda-sonda o'tiringda o'zingizga o'zingiz shu boya bergan ma'lumotlaringiz haqida savollar berib turing. What's your name? What's your last name? How old are you? Where are you from? What's your nationality? deb savol beringda, birin-ketin o'sha bergan savollaringizga o'zingiz ham javob bering. Chunki real hayotda bu kim bilan gaplashganingizda albatta birinchi bu beriladigan savollar shular. Ertaga o'zingiz yo'qotib qo'ymaslik uchun ham bu kim savol bergan paytda shu javob berishga tayyor bo'lasiz. Bu bosqichda siz fluent bo'lib, ravon gapirishni boshlamaysiz. Lekin, "Voy, men gapirishni boshlayapman. Qo'limdan kelar ekan, voy, men o'ylaganchalik qiyin emas ekan" degan bir hissiyotni his qilishni boshlaysiz. Va albatta qo'rquv ham asta-sekin kamayishni boshlaydi. Ikkinchi 10 kunlik. Gaplarni ulash va kengaytirish. Bu bosqichda ko'pchilik bitta narsani sezadi. Nimani? Mana endi gaplaringiz ancha bundoq bir-biriga bog'lanib, silliq bir smooth chiqishni boshlaydi. Bu yerda endi yengil past simple haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lish kerak. O'shani o'tgan zamonning asosiy bir ishlatiladigan qoidalarni o'rganib olsangiz yetadi. Chuqur kirib, irregular verbs, did, didn't degan narsalarni hozir bilishingiz shart emas. O'sha mavzuni o'rganing, biling, nima ekan o'zi, lekin juda bir mukammal darajada o'rganishingiz shart emas. Endi dastlabki bosqichlarda asosiy joylari yetadi. Endi bu yerda past simpledan ozmi ko'pmi bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lib olishimiz kerak.
ja unaqa chuqurcha kirib ketishi shart emas. Asosiy qoidasi, bir strukturasi qanaqa bo'ladi, bilib oling yetadi. Albatta bu boshlanishiga keyin o'rganaverasiz. Tilshunoslikda aytiladi, odam o'tmish haqida gapirishni boshlaganda, u avtomatik ravishda hikoya rejimiga o'tadi. Endi shu joyda siz o'tgan yilgi tug'ilgan kuningizni tasavvur qiling. Nimalar bo'ldi? Kimlar kelgandi? To'rt yeganmidingiz kechasi? Deb baqirib tabriklashganmidi? O'shalarni endi aytib bering, o'tiringda qanaqa bo'luvdi tug'ilgan kuningiz? Zo'r bo'lganmi yoki hech kim ham eslamagandir, esidan ham chiqib ketgandir, yaqin o'rtog'ingizdan bir sovg'a kutganingizda bir telefon ham qilib eslamagandir balki xabar olib. O'shalarni endi yengil o'zingiz bilgancha aytishga harakat qiling. Ideal chiqishi, grammatik jihatdan bir-biriga bog'langan bo'lishi shart emas. Imkon qadar ayta olganingizcha, o'sha aytmoqchi bo'lgan fikringizni yetkazib bera olganingizcha ayting. Hisob. Endi baribir ham o'zingiz biladigan narsa, boshingizdan o'tkazgan narsangizni gapirganingizda bir berilib, his qilib, o'sha holatda bir tushib, o'zingiz o'sha kunlarga tushganda, o'sha kunlarga borib qolgandek his qilib gapirasiz-da. O'shaning uchun unaqa bosim bo'lmaydi. Men xato qilib gapirsam, lekin shu jarayondan maza qilasiz. Past simple dan foydalanib, siz tug'ilgan kuningiz haqida gapirib bo'ldingizmi? Bo'ldi, bu yoqqa keling. Hozirgi zamonga keling-da. O'zi kundalik hayotingiz qanaqa? Nimalar bilan shug'ullanasiz? Nechida turasiz odatda? Ovqatlanib bo'lib nima qilasiz? Qatga o'qishga borasizmi, ishga borasizmi? Shular haqida gapirishni boshlang. Chunki bu bosqichda siz ingliz tilini hayot tarzingiz bilan sekin-sekin bog'layapsiz. O'zi har kungi hayotingizda qanaqa ishlar qilasiz? Nimalar bilan shug'ullanasiz? Nima bilan band bo'lishingizni ingliz tilida aytib ko'rasiz. O'shani darsda, YouTube'da o'rganayotgan bilim ko'nikmalaringizdan nazariy jihatdan zo'r bilasiz grammatikangizni. O'shani endi amalda ishlashga harakat qilib ko'rasiz. Endi mana shu joyda siz burilish nuqtasiga kelasiz. Mana endi siz har kuni ozgina speaking qilib turmasam bo'lmaydi. Men oxirgi 2 haftadan beri o'zim ustida ishlab kelman, speaking ancha rivojlanyapti. Demak, o'zini ustida ishlasa, natija qilsa bo'lar ekan degan bir xulosaga kelasiz-da. Kundalik mavzularda speaking qilishga harakat qilasiz. Men gapiradigan odam yo'q-ku. Kim bilan praktika qilaman desiz? Shuni telefonni qo'lingizga olasiz, kameraga kirasizda. Hi. Today I woke up late. I felt very tired. After that I had breakfast deb gapirishni boshlaysiz. O'quvchilarim ham Mr. Mike praktika qilishga sherigim yo'q. Kim bilan praktika qilaman, qanaqa speaking ustida ishlayman deganda, ularga o'rgangan mavzular doirasida speaking topiklar beraman. Ular kunora kerak bo'lsa har kuni speaking videolar olishadi. Va bu albatta ular uchun challenge bo'ladi. Ba'zi guruhlarim bilan 2 haftalik, ba'zi guruhlarim bilan 1 oylik challenge o'tkazamiz. Har kuni qaysi mavzu haqida, nimalar haqida gapirishligi aniq belgilangan va ular video olib, shunchaki guruhga tashishadi. Xato qilgan joylari bo'lsa yoki talaffuzdagi qanaqadir kamchiliklari bo'lsa to'g'rilayman. Feedbacklar berishim mumkin. Voy, mayli, men ko'rmasam ham, ular o'zi har kuni shu narsani ustida ishlagandan keyin o'sish bo'layotganini, speaking rivojlanishni boshlaganini sezadi. Motivatsiyaga to'lib, keyingi mavzu nima? Biz 30 kunlik challenge tugatdik, yana challenge bormi deydigan darajaga chiqishdi. Va ular tayyorlayotgan videolar ham absolut sinema bo'lishi shart emas. Avval o'sha mavzuga yaxshilab tayyorlanishadi. Mana bizning ingliz fayl olamizda alomatxon bot bor, o'tga o'zligiga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni aytishadi. So'rashadi, menga mana bunaqa fraza bergin, mana bunaqa demoqchiman, mana shunaqa qilsam to'g'ri bo'ladi. Hamma ingliz tiliga aloqador bo'lgan savollarni berishadi, unga javob beradi. O'tdan ma'lumotlarni olishadi, ozgina tayyorlanishadi, video rolik qilishdan oldin shuni speaking assistentga kirishadi. Voy, speaking assistent. Yaxshilab eshiting. Speaking assistentga kiradi. O'tda free talk bor bizda. Istalgan mavzuda nima haqida gaplashish istaysiz, o'sha mavzuda endi chegaradan chiqmagan holatda gaplashishadi. Undan tashqari bizda music, family, songs kabi ma'lum bir mavzular bor. Agar o'sha bo'limlarga kiradigan bo'lsa, faqat o'sha doirada gaplashadi. Mazami? Yana bitta tomoni bor-ku. Savol beradek, misol uchun, what do you like to do in your free time desa, mabodo siz tushunmadingiz o'sha savol. O'sha bitta belgi bor, to'g'risi shuni bitta bosasiz, o'sha savolni o'zbekchaga tarjima qilib beradi. Siz tushundingiz savolni. Endi nimadan gap boshlashni bilmayapman deydi ko'pchilik o'quvchilar. Kirdan boshlaymi, ideyadan nima deyishni bilmayapman deydi-da. O'sha paytda bizning lampochkani belgisi bor, bitta bosadi, u aytishi mumkin bo'lgan qanaqadir javob beradi. Ingliz tilida aytsak, sample answer beradi. Shablon beradi. Ana. Bundan ortiq nima kerak? Va o'quvchilarim video o'qungacha bir nechta etaplardan o'tadi. Alomat bilan gaplashib, frazalar oladi, ideyalar oladi, kamchiliklarni to'g'rilaydi. Va mana shuncha narsalarni olib, umumiy o'sha mavzuga tayyorlangandan keyin
Shu telefonni oladi, shu ekranga qarab gapirishni boshlaydi. To'g'ri, kameraga qarab gapirishni boshlaydi. Nimaga men video olinglar deyman? Chunki videoda odam o'ziga qarab turib gapiradi-da. Mana bundoq qarab, men sizga qarab gapira olmayman-ku hozir. Shunaqa gapiradi va bu o'z navbatda odam o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Chunki real hayotda siz odam ko'ziga qarab, hamda qoshiga qarab gaplashasiz. Agar siz o'zingiz bilan o'tirib, devorga qarab speaking qilsangiz, u kim sizga gapirgan paytda peshonangizdan ter oqishi mumkin. Biladigan hamma narsangizdan bor, esingizdan chiqib ketadimi? Shunaqa holat bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa hozir bo'lgan deb yozib qo'yinglar. Chunki men o'zimda ham o'rganish jarayonimda shunaqa narsalar bo'lardi. O'zim gaplashsam yoki xayolimda gaplashsam bor-ku, ideal chiqardi. To'ppa-to'g'ri. Mendek ravon gapiradigan, mendek bir xato qilmasdan gapiradigan odam yo'q-da. Lekin u kim kelib, "Hey, how are you?" desa, "Fine, thank you, and you?" dan boshqasiga o'ta olmasdim. Shunaqa etaplardan o'tgandan keyin oxirida video qiladi. Endi tasavvur qiling, videoda u qanaqa ishonch bilan gapiradi. Qanaqa frazalardan foydalanadi, talaffuzi qanaqa darajada bo'ladi. Bular hammasi hozir bitta video uchun sarflangan vaqt va harakatlarda. Agar shunaqa formatda har kuni video tayyorlaydigan bo'lsa, tasavvur qiling, 30 kun ichida 30 kunlik challenge-da qanaqa etapga erishish mumkin, qanaqa darajaga chiqishi mumkin. Bu o'rtoqlar nazariy jihatdan aytilayotgan narsalar emas. Bular hammasi o'quvchilarimda sinab ko'rilgan, o'quvchilarim natijaga chiqqan, demak, uslublar, yo'nalishlar. Men xuddi shu aytayotgan narsalarimni sizga hozir qanaqa berilib berayotgan bo'lsam, har bitta o'quvchimga mana shunaqa qilib guruhlarda tushuntirib, "Mana qilasizlar bo'ladi, undan keyin mana bo'ladi" deb nima uchun qilishini, qaysi ishni qaysi vaqtda qilishini, nima sababdan qilishini iloji boricha tushunarli qilib aytib beraman. Ularda tushuncha paydo bo'ladi, nimadan keyin nima qilish kerakligini biladi va ma'lum bir muddat qilgandan keyin o'zi ham sezib qoladi. Haqiqatda ishlayotgan bu degandan keyin men ularni nazorat qilishim shartdan bo'lmaydi, chunki o'zida motivatsiya ko'ra topadi. Har kuni biror narsa qilmasam bo'lmaydi degan narsa bo'ladi-da, o'zini ustida doimiy tarzda ishlashga o'tadi va bu o'z navbatda vaqt o'tgani sari katta natijalarga olib keladi. Xullas o'rtoqlar, gapirsam gap ko'p. Inglify ilovasini bemalol App Store yoki Play Marketdan kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Aynan shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, Inglify'ning 6 oylik kursini sotib oladigan bo'lsangiz, 1 oy bonus sifatida beriladi. Agar 12 oylik kursini oladigan bo'lsangiz, 2 oy shundoqqinaga beriladi. Va bu ingliz tilini 0 dan IELTS darajasigacha o'rganishingizga bemalol yetadi. Videoga qaytamiz. Oxirgi 10 kunlik o'ylab gapirishga chiqish. Endi o'rtoqlar, ingliz tilida flow degan narsa bor-da, bu mukammal gapirish emas. Gaplar oqimi deymizmi o'zbek tilida? Gaplar shuna bir-biriga bog'lanib, silliqlanib ketishi kerak. Ko'pchilik speaking qilaman yoki ingliz tilida birorta gap gapiraman deganda nimadan gap boshlashni bilmaydi yoki o'zimman nima deyishni bilmay qoladi. Chunki ularda ma'lum bir shablon yoki struktura yo'q. Dars payti o'quvchilarimga bitta savol bergan paytimda har safar "Hay, mana shablonni ishlating" deb eslatadigan bitta struktura bor. Uni o'rgatishimdan oldin o'zi nimaga biz ingliz tilida va gapirib keta olmaymiz, gaplar bunaqa keng emasligini qisqacha o'zimning fikrim tushuntirib beraman. Ya'ni o'zimiz ham u kim bilan gaplashgan paytimizda o'zbek tilida ba'zi paytlar qisqa javob beramiz, bunaqa keng, batafsil, sabablari bilan, misollar bilan tushuntirib aytib bermaymiz, to'g'rimi? Bir-ikki og'iz gapiramiz, tamom. Masalan, bu kim sizdan, "Ey, kuningiz qalay bo'ldi bugun?" deb so'rasa, nima deysiz qani? Yaxshi bo'ladi dersiz balki. Lekin men bilaman, hech ham kunim bugun yaxshi bo'ldi, haqiqatda bir barakali bo'ldi, ko'p ishlar qilishga ulgurdim. Chunki bugun kunim ertalabdan bir issiq kofe ichish bilan boshlandi. Yoniga bitta shirinlik bilan yo'lda ketayotganimda podkast eshitib bordim. Ishlarim ancha avjida bo'ldi bugun. Kunning oxiriga kelib, lekin ozgina charchadim. Demaysiz-ku, to'g'ri? O'shaning uchun ham ingliz tilida u kim savol bergan paytda biz o'ylaymiz, javob yetkazib bersam bo'ldi, shu aniq ideyani o'zini shuni otib yuborsam bo'ldi deb o'ylaysizlar-da. Bu sizlarning aybingiz emas, bu unconsciously deymiz, ingliz tilida ongsiz ravishda shunaqa qilasiz. How was your day deyman-da men darsda har doim. Good deydi o'quvchilarim. Qalay good? Nima qildingiz? Kuningiz qanaqa qilib sarfladingiz? Men sizdan savol so'radimmi? Siz keyinroq javob bering, bundoq batafsilroq aytib bering, bir maza qilayman ham siz kuningizni eshitib. Oxirida ozgina mendan ham so'rasangiz xursand bo'lardim. Men ham ko'p ishlar qilaman-da kun davomida. Bu kimga aytib bergim keladi-da o'quvchilarimdan. Xullas, strukturaga qaytamiz. Idea, reason, example. Siz fikr berasiz.
uni sababini aytasiz va iloji bo'lsa bitta misol bersam, nur ustiga nur. Masalan, I want to speak English because I want to travel. For example, America is a great country. Bo'ladimi shunaqa desa? Bo'ladi, why not? Ba'zi o'quvchilar shunchaki fikrni o'zini beradi, ba'zilari for example bilan gap boshlaydi. Yo'q, unaqa emas. Iloji boricha mana shu shablonda javob berishga harakat qiling. Hech bo'lmaganda bu ideal, wow deb IELTSda 9 beraveradigan struktura emas. Hech bo'lmaganda gapingizni sal kengroq qilish uchun, eshitgan odamda savollar ko'p tug'ilib ketmasligi uchun sal bo'lsa ham batafsilroq ma'lumot bera olasiz. Bu strukturadan foydalaning. Xulosa: savol, javob, fikr, sabab. Mana sizga tayyor shablon. Videoni boshida biz nega ko'pchilik ingliz tilida gapira olmaydi degan savolni qo'ygandik. Mana endi siz bilasiz, muammo bilimda emas, amaliyot yo'qligida. Endi bitta muhim narsani ochiq aytaman. Yaxshilab eshiting. Agar siz faqat video ko'rib, haqiqatda gaplarda jon bor deb hech narsa qilmasangiz, albatta hech narsa o'zgarmaydi. Natija faqat bitta holatda bo'ladi. Agar siz kunma-kun nima qilish kerakligini aniq bilsangiz va o'shani bajarsangiz, o'shandagina natija bo'ladi. Men bu 30 kunni kunma-kun qadamma-qadam nima qilish kerakligini aniq, batafsil qilib yozib chiqdim. Bu faylni olish uchun video tasnifdagi havola orqali Telegram guruhimizga ham qo'shilib oling. U yoqda ingliz tiliga oid bo'lgan kontent va postlar ham joylab boraman. Afsus va nadomatlar bo'lsinkim, bugungi videomiz o'z yakunini topdi. Like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Va agar siz meni qo'llab-quvvatlasangiz, xudo xolisa yaqin orada, balki yaqin kelajakdadir, shunaqa knopka olamiz biz ham. Thank you. Like. Endi tasavvur qiling, siz mashaq tasavvur qiling, xo'p? Kameramda o'qimillab ketgan tasavvur qiling. Boshingiz qimillagandek, sheyk bo'lgandek tasavvur qiling.